Assalomu alaykum hammaga. Siz Nikoze kanalidasiz. Xullas birinchi kun start. Ko'rinmasa ham endi bilmayman. Xullas cho'zib o'tirmayman. Challenge'lar boshlandi. Siz video davomida kuzating. Like, comment sizdan. Do'stlar, hozir challenge boshlayman. Qani, ketdi. Birinchi challenge haqida tushuntiraman. Birinchi challenge'da mana shu 3 ta chuqurning ichidan kalitni topish kerak. Qog'ozga yo'ralgan pul bo'ladi. U pul orqali kalitni mendan sotib oladi bu. Keyin ikkinchi challenge'ga o'tish mumkin. Agar biror bittasini xato qilsa, o'yindan chiqadi. Tak что kuzatib turing. Xo'sh, qaysi birini tanlaysiz? Nima deyapti bu? Qani? Kam. Topdimmi? Tamam. Tabriklayman ikkinchi challenge-ni boshlaymiz. Do'stlar, ikkinchi challenge quyidagicha. Aytib o'taman, u ip shaklida respond tojikchasida. Ip uzunroq ipcha oqlarni topishingiz kerak. 3 ta. Ko'rib turgan barcha daraxtlarning qaysidir joyida men o'shalarni bog'lab kelganman. Siz 20 minut ichida topishingiz kerak. Bo'lmasam cho'zib o'tirmaymiz. Vaqt ketdi. Toping! Qaraman, albatta bilishni boshlayapti. Qo'yish, o'zida. Ko'rdaman. Спидермен, дослед, Спидермен. О мультивселенной слишком мало известно. Mana do'stlar, birinchini topdim. Ini dia kan. Sih. Oh. Конечно, Кям. Oh my god! Wow! Bu balık şeffaf ekan. Ikkinchisi akam. Navbat 3-chi challenge'ga. Xullas 3-chi challenge'imiz mana shu nimani bittada bagajdan tushirib berish kerak.
15 ta shansingiz bor. Bo'ldi akam, bajaramiz. Yo'q, yo'q. Do'stlar. Tushirdim-ku. Men ko'rmagan bo'lsam, siz ko'rdingiz-a?